Assalomu alaykum. Islombek usta kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Yana bir zakaz bo'yicha tayyorlangan uzum tokimizni o'z joyiga chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Albatta videolarimizni ko'rib ishimizga o'zlaringiz baho berasizlar. Yo'qsa shunaqangi hovlisiga, xonadoniga temir tok, temir naves qildirish niyatida yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab mavjud. Bu uzum tokimizni aziz yurtdoshlar Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Mindon qishlog'iga olib kelib o'rnashtirib berdik. Uzum tokimiz 100% profil temir mahsulotdan tayyorlandi. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, o'rnatgan tokimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, uzum tokimiz stoykalari 8 ga 8 lik 2 lik stenali profilda bo'lgan. 1 metr joyiga chiroyli qilib tumbalarini qo'yib, burchaklariga 2 lik lista lazerda gul o'ydirib, kashak gullarini qo'yib, xorilariga ham lazerli variantda qilib chiroyli qilib ishlab berilgan. Tepadagi firmalari 4 ga 4 ga 4 ga 2 lik qilib, har biri 15 sm danga qo'yib chiqilgan. Uzunasiga uzum tokimiz 10 metr, eniga 7 metr razmerda bo'ldi. Общий 70 kvadrat joyga o'rnatdik. Har 50 sm ga mana ko'rishlaring mumkin. Ana shu gullarini, palichkalarini to'g'risiga to'g'rilab, 3-2 lik profilda ustiga tunuka leksan qatirishga mo'ljallab, baquvvat qilib xohlagan payt imkon bo'lganda ustini 100% yo'porsa ham yuk ko'taraveradigan variantda qilib, chiroyli qilib, zamonaviy qilib bitirib ishni tugatdik. Albatta ishlarimizni ko'rib baho berasizlar. Videolarimiz kengroq tarqalishi uchun oshna-og'ayni gruppalariga podlista qilib qo'yishni unutmaysizlar. Bu uzum tokimiz общий summasi aziz yurtdoshlar. Ustanovkasi, olib kelib o'rnatib berish, kraskasi, material hamma yo'q ichida 240 ming so'mdan olib kelib o'rnashtirib berdik. Albatta hozirgi kunda 150 ming so'mdan 250 ming so'mgacha tayyorlab berilyapti. Materialiga qarab, uzum toklarini dizayniga qarab, albatta mana shu firmalarni qalinroq, yuqoriroq tushishiga qarab kelishilgan holda har bir yurtdoshimiz, klientimiz imkoniyatidan kelib chiqib zakaz berib qo'ydirishyapti. Bemalol shunaqangi xonadoniga uzum tok naves qo'ydirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz ekranda nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Albatta bu uzum tok naveslar bo'yicha qo'limizdan kelgancha ma'lumotni beramiz va kelishilgan holda chiroyli qilib O'zbekistonda qayerdan zakaz qilinsa, borib o'lchab, imkon boricha chiroyli qilib, sifatli qilib olib borib zakaz qilingan manzilga ustanovkalarini qilib beraveramiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.